Keling, o'zbek qiziqchilarini, ya'ni yumor sohasidagilarni futbolchilarga o'xshatib ko'ramiz. Hojiboy Tojboyev, Yohan Kruyff, Ilmli, Rustam Hamraqulov, Garincha, Obid Asomov, Obid Asomov. Endi Obbo, bir minut sabr qila olasizmi yo'qmi? hali ko'rinishdan tushmasligi mumkin, lekin Marka van Basten desak bo'ladi, juda hujumkor bo'lgan. Mirzabek qolmaydi. Menimcha Maradona bo'lsa kerak. Shukrullo Isroilov, Platini deydi. Sal to'laroq bo'lgan Platini. Valijon Shamsiyev, Valijon Shamsiyev, Azar, mayli. Eden Azar, Avaz Oxun. Avaz Oxun endi hozirgi futbolga ko'proq tushiradigan bo'lsak, Bizda endi bir xillar bor-ku, parasatni megabayt deb o'ylaydi, tugab qoladi. ya'ni tartibli yulduzlardan bittasini tanlaymiz. Mayli Lewandowski. Lewandowski va stand-up o'tamiz Mirshakar Fayzullayev. Futboldagi Holland bo'lsa kerak, boshqa bir davr boshladi. Ozod Shukrulloyev Jarohat olmasin, mayli Musiala deb turamiz. va oxirida Islom Karimov. Toza aktyorlikdan kelib chiqib, Neymar desak bo'ladi, Neymar aktyorroq bo'lgan. Katta rahmat. Juda talantli odamga o'xshatdi.